Patronlar qavaldan 8 sutiylik uchastkamiz chiqyapti. Aventur kelayotgan bo'lsak, Dubai market ostanovkasidan 200 metr kirgandan Yulisda joylashgan. Mana shu uchastkamiz sotuvda, pishirishdan qilingan, balangina qilib qurilgan ekan. Yerni o'zini olgan ekanlar 45 mingga. Mana shunday qilib qurib qo'yganlar. Bismillah. Kirish darvozaxonamiz. Men balangina qilib tayyorlangan ekan. Polnistni o'yimiz plitadan qilingan. To'g'ridan keyinchalik yopib qo'yib. Bismillah. O'ng tarafimizga katta zal. Juda razmerda katta terashgan ekan. Xohlasanglar, shuni o'rtadan bo'lib, bittasi ayollar mehmonxonasi, bittasi erkaklar mehmonxonasi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu turishni ham ishlatsangiz ham bo'ladi ekan. Uyimizda asosiy kirish eshigi. Katta spalni. Katta spalni. Xona qilib qo'yilgan. Katta spalni. Ichi o'zini sano'zlar qilib joylanib ketilgan ekan. Hovlimiz zilon zonasi, to'g'ridan qurish qilib borsangiz bo'lar ekan, yonboshdan qurish qilib borsangiz bo'lar ekan. 8 suti, bemalol razmer to'g'ri keladi. Bu tarafga oshxonamiz, yana o'tiradigan xona. To'g'ridan hammom, hojatxona, o'choqxona, bitta xona qilib qo'yilgan ekan, ikkita bo'lib, spalni qilib qo'ygan ekanlar. Bitta xona, yotoqxona, bu tarafga yotoqxona. To'g'ridan shkaflarni qilib qo'ysa. Bu esa hovlimiz 8 sutiga joylashgan, 8 ta xonadan iborat. Pishig'ish, narxini kelayotgan bo'lsa 82 ming start so'ralibdi. O'tadigan joyi bor, yalnatganlarni qilib, pastdagi nomerga bemalol qacha olasizlar.